Ko'pchilik xurrak yotib yotgan odamni ko'rsam, mazza qilib uxlayapti deydi. Aslida bu jiddiy muammo, ya'ni xurrak otishda nafas to'xtab qolishi apnoe kasalligini belgilari hisoblanadi. Bu nima degani? Bemor uxlaydi, xurrak otadi va ma'lum vaqtga kelganda miya chuqur uyquga ketganda mushaklar tonusi pasayadi va nafas yo'llari yumshoq to'qimalar yordamida qanchadir sekundga bekilib qoladi. Bemor yaxshi nafas ola olmay qoladi, kislorodda miqdori kamayib ketadi qonda va miya organizm o'lib qolmasin deb uyg'onishga majbur bo'ladi. Ya'ni chuqur uyqudan yuza uyquga o'ta boshlaydi. Bemorning yuragi urib ketadi, pulsi tezlashadi va miya uyg'onishga majbur bo'ladi. Biz bilamizki, miya aynan uxlagan vaqtida, ya'ni chuqur uyquga ketgan vaqtda dam oladi va tiklanadi. Buning natijasida bemorda asosiy gormonlar, o'sish gormonlari, erkaklik gormonlari va ayollik gormonlari ishlab chiqarishi buziladi. Bemor uxlaydigan vaqtda agar apnoe holatida bo'lsa, bemorning miyasi dam olmaydi. Bu 10 martadan 50 martagacha takrorlanishi mumkin. Ertalab turganda bemor uxlab turgan, lekin umuman miyasi dam olmagan bo'ladi. Kun bo'yi charchagan holatda, holsiz, ish qobiliyati pasaygan, lanch bo'lib yuradi. Bitdan keyin esa oddiy televizor ko'rganda, kitob o'qiganda yoki transportda uxlab qolish holatlari kuzatilishi mumkin. Erkaklarda potensiyaning pasayishi kechqurun hojatga 2-3 martalab chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Ortiqcha vaznga ham sabab bo'lishi mumkin. Qancha harakat qilsa ham vazni kamaymasligi mumkin. Qon bosimini oshishiga olib kelishi mumkin. Agar sizda xurrak otish bo'lsa va apnoe holati bo'ladigan bo'lsa, bu kutib turadigan narsa emas. Hozirgi zamonga kelib hayot tarzini o'zgartirish, CPAP terapiya va operatsiya yordamida bu muammodan qutulish mumkin.